Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun biz sizlar bilan yana Rishtondamiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi Xizirbuva degan joydamiz. Bu yerda shunaqa idish-tovoqlar, mana bunaqa har xil ajoyib narsalar sotiladi yo'lning ikkala chekkasida. Yo'l tarafida sotiladi. Shular bilan hozir qo'ldan kelgancha narx-navolarni bir tanishamiz inshaalloh. Bo'rini qiz bolasimi, bu nima endi? Bo'rini o'g'il bolasi. Oxum endi bu nima endi? Tomonlari mana. Patsanchalar mana. To'g'rislar mana. Ularning egasi bormikan narx-navolarni so'rardik. Yukshirishadi ekan. İçeride kiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Közalar mı? Namangan. Selamun aleyküm. Mana bu narsalar ishlaganini qarang endi, ularni naqshni qarang. Ketib olaver. Chiroyliligini qarang. Bu opa 1 minutga mumkinmi, ha? 1 minutga. Dijiz bormi? Bular narxini bir so'raydigandim-da. Ular yukchiryapti ekan shekilli. Bular narxlar nech pul? Bu YouTube'ga olaman-da, men buni ko'pchilik ko'radi. Shunga narxlarni aytsangiz o'zlaringiz ham yaxshi bo'ladi deyman-da. Mana bu chiroyli ekan, nech pul mashlaring? 3,5 million. Yaxshidir. Ishni ko'rsating, yoqaloqlarni boshqa ishlangan-da. Bular hammasi qo'l ishmi endi? Mana 3,5 million ekan, azizlar mana. Naqsh. Bu rasm emas-da bu mana. Bo'rtib turibdi mana. Rasm emas mana. 3,5 million kami bor ekan mana. Hammasi bo'rtib chizilgan qo'lda bularmi? Buni qopqog'i ham bor ekan mana. Tovoqlar mana. Guldonlar. Bu guldonlar qancha? Opa? Bular ham 3,5 million kami bor ekan mana. Og'ir bo'lsa kerak bular, ha? 250 ming? 250 ming ekan. Chol kampirlar 350. Shirmoynorlari bilan mana. Kampir xola mana. Netdan olib mana. Bu tovoqlaringiz qanchadan? Eng qimmat nech pul tovoqlaringiz? Tovog'imiz eng katta. Eng zo'ri qaysi? Eng zo'ri qani? Bormi shu yerda? 120 ming. Katta hajmi katta. Yuring o'shani ko'raylik, eng katta ekanini ko'raylik shu yerda. Qiziqishga. Bu yog'i Marg'ilon atlas. Mana shu endi necha kilo osh oladi shudan? 3 kilo oladi? Bu nimadan endi qilingan endi bu? Ha. Chinimasa bu?
120 ming dedingizmi? 100 dan bo'ladimi bular ko'p bo'lsa? Ko'p bo'lsa 100 dan qilib berar ekan mana. Flower. Xullas kimga optim kerak bo'lsa mana kelib ko'rilaveradigan joylar. Mana boboylar choyxonada o'tirishdi mana. Andijon, Samarqand, Buxoro, Ar-Roshidoniy, Buxoro, Toshkent. Piyolachalar mana. Mana piyolachani qarang. Choyni har qop qo'yga choyni. Choynilar. Eshak aravada ekan mana. Boboy ketyapti eshak aravada. Arkasida mana kampiri ham bor ekan mana. Mana. Eshak aravada kampir bilan ketyapti. O'zbekiston. Mana bular ham ko'rish mana. Ular bu ta'dirda hali bichorani olib, o'g'illar ekan, topib kerak-a? Yozgan ekan. Ta'dir, ichlarni o'zgarma to'xtatsin, o'zgarni bu. Yo'q. Ta'dir, ichlarni o'zgarma. Kudalar mana. Tarafda ham mana bir narsalar bor. O'sha o'tgan safar olgandagi narsalar bor ekan. Mana hammasi qal'alar, mana binolar, mana laylakchilar, bola, ona bola hammasi. Ko'zalar. Qushlar nech puldan opa qushlaringiz? Qushlarmi qushlar? 70 ming. Yo'lbars ham 70 mingmi shunda? Qushlar, yo'lbarslar 70 ming. Keyingi magazinga keldik mana. Hormaylar, sotuvchimisiz? Nech pul tovoqlaringiz mana bular? 25 ming? Optim olsachi? Optim narxi 25 ming. Eng arzoni qaysi? Mana bular 8 mingdanmi? 8 mingdan. Bular hammasi shu yerda, Rishtonish, ha? Bular Xitoymi bulariz? Rishtonni. Bular ham Rishtonniki-mi? Bular ham hammasi Rishtonni o'zidan chiqqan narsalar. Arqaydilarchi? Oqlar. Hammasi Rishtonniki ekan. Magazinda to'laman. Mana bozoringizni bersizingmi? Mana piyolalar. Piyolalar qanchadan? Bular qanchadan? Sizniki emas. Egasi yo'q ekan. Opa hormay. Nech pul bu chinni kasalari? 5 ming. Piyolalarchi? Mana bular 5 mingdan, ha? Optimga.
Yo'q, kami bormi ko'proq olsa? Bo'lishi 5 ming. 5 ming ekan, to'yda sho'rva qo'yadi ketaman. Piyolalarchi? Bu maydachasi kichkinasi. Mana buni piyola mana 1,5 ming so'm ekan mana birodarlar mana. Bular hammasi o'zlariniki Rishtonmi? Mana bu 1,5 dan ekan, mana bu yondagi kattarog'i 3,5 mingdan ekan mana. Chinilar 5 mingdan ekan. Bular qancha bular? Upakovka tayyor 20 tami nechida? 10 ta qanchadan bu? Og'ir ekan, ha? Mana mana 10 tasi 8 ming. 8 dan bo'ladimi shunda? Yo'q, bir dona 8 mingdan. 80 ming pachkasi. Shunaqa deng. Bu 20 tami bu? Mana. 20 dona. Nech pul bu? 5 mingdan. Mana shu 20 dona idish mana shirinli qo'yadigan idish ekan. 5 mingdan ekan. Pachkasi 100 ming bo'lar ekan, mana. Mana. Paxta gullilarchi? Qancha? 2000 piyolasi 3000 kaslar. Tovog'ichi? Tovoq. 6 ming. 2000 piyolasi 3000 kasasi ekan. Rahmat. Mana bozorlar to'lib yotibdi. Opa bularingiz Xitoymi bular? Xitoy bular. Bular qanchadan? 8 ming donasi. Bir donasi 8 ming. Mana bu narsa nima bu? Nonushtaga zavqatlarimiz lazım. Ha, o 3 ta kampilik ekan, ha? Kampiligi nech pul buni? 200 ming. 200 ming ekan 3 ta, 3 donasi mana. Mashg'ulot ekan mana. Yaxshidir. Tovoqlar mana. Bular yaxshi rang-barangligini qarang. Voy doy. Soatan bor ekan. Bu qushdakmikan bu? Mana bolalarga. Mana bu naqshlarda. Gap yo'q lekin. Naqshlarni qarang ular. Buni kampilik ekan. Gap yo'q. Egasi yo'q ekan lekin bu narxini bilganim mana. Namangan, Qo'qon, Xiva, Samarqand, Buxoro, harakat desam joyda ekan lekin. Bular qancha bo'ptimga? Tovoqlar. 25 ming? 25 ming. Bu maydalarichi? Bo'ptimga ya? Maydalari 15 mingdan ekan. Arkasi oq.
Xullas kalom hammasi shunaqa bir xil narx. Shunaqa gaplar. Qizlar ular komplekt nechi pul turishi, nima turishi nechi pul? 850 mi? Bu qayerdaki bu? Uchta 6 ta piyolasi bor ekan, bitta chini kosasi bor ekan. Bitta choynak, katta tovoq bor ekan, 250 ming. Zo'r. Momo videoda sanaydi. Bu chashkalar nechta bu chashkalar? Bu bir dona 15 mingmi? Bu qimmat ekan. Balki shunaqadir narx. O'zbekiston. Mana uni nega qara? 15 ming qimmat emasmi? Qimmat bo'ladi. Quyosh tushgan vaqtda kelib qolgan mana. Bularni xilma-xilligi men tanladim. Toshkent, Burgut, mana Samarqand, soat ekan. Bu boylar mana qo'lini onda ko'taryapti. Aka bu kompleksiz nechi pul bu? Bu Rishtonmi bu yo? Rishtonning originali. Ha. Komplekt ekan-da. Bu kasalarchi aka? Kasal 10 ming. 10 ming. Sog' bo'ling. Bu so'g'ri qancha aka cholchalar bilan bular? 20-25 30gacha bor. Shular hammasi bir narx, ha? Yaxshi, mana. Rishtonda Xazarboy degan joydan eslatib qo'yaman mana. Yo'llar tushganda mana Bog'dod Rishton yo'lida. Qaysi mahalla bu aka? Bo'ston. Bo'ston degan mahalla. Hamma Xazarboy deydi bu yerda. Xazarboy degan joy mana shu. Baraka mozor deyman bu yerga. Baraka mozor degan joy. Ko'proq bu yerga Namangan, Andijondan ko'p keladi juda mehmonlar. Kelaverasizlar mana. Pulni ko'tarib kelsalaring mana dishtovoqlar turidan bor ekan. Ko'rib olib ketilaveradi. Qo'qon Xudoyorxon muzeyini rasm. Aka bozorni bersin. Ha, salomating. Mehmonlar ham bor mana. Burgutlar. Xola bu choynalar nechi pul ekan? 15 ming. Bunisi-chi? Mana bu Xitoychi, Xitoy bu? Xitoy emasmi bu? Rishtonmi bu ham? Nechi pul bu? Rishtondan boshqa dedi, 30 ming. Ha. Xitoyniki 75 ming. Ha, yaxshi. 15 mingdan 30 minggacha bor. Ishlar o'xshaydi ekanda. Bular qayer bular? Mana piyolar qayerda? Bitta Rishton bor, Toshkent bor, adalar. Ha, Rishton Toshkent aralash. Yaxshidir. Bozorlar mana shunaqa gaplar mana. Qisqacha. Choynaklar, piyolalar.
Hammasi shu bir narsalar qisqasini. Bu plasmassa ekan bu, ha? Plasmassa ekan. Bu yerda shu Baraka bozor degan ziyoratgoh bor. Yo'lda ikkala chekkasi bozor mana. Ziyoratgohga kelgan ayollar, aslida ayollar keladi. Hammasi ayollar. Baraka bozor ziyorat qilishib, mana idish tovoqlarni olib ketishadi. Rahmat. Mana bularingiz necha puldan shular narxini bilib qo'yaymi? Bir boshdan kattaroqlar qanchadan? 3000. Maydachalarichi? 2000. Donagami yo optimgami? Optimga qancha mana shundan? 1800 dan ekan buni optimga. Bundan ham kichkinasi bor, ha? Qancha bu? Optimga 1800 dan. 1800 so'm ekan optimga. Bozoringizni bersin yaxshi. Bular qanchadan? Choynaklar. 11 ming. Pastaga-chi, pastaga. Eng pasta 30 mingmi? 25 ming. Mana? 30 ming. Bular 25 ming. Yaxshi. Bozoringizni bersin. Bular bu tomonga qo'shnilarniki. Opa, bular qayerdaki mana opa? O'zlariniki bular ham? Nech puldan bular Dona Bey? Donaga 15 ming ekan. Kiyiklar, kuchukchalar mana. Bu ham rishton ekan. Olmaxon. Mana bunisi nima? Bu nima endi? Pul so'radiganmi bu? Ha, tanga soladigan ekan. Mana bu sandiq. Sandiq ham 15 mingmi? Sandiq 30 ming. Burgut. Choynaklar mana, tovoqlar. Tovoqlarda naqshi menga yoqadi, lekin naqshi mana shu xilma-xil naqsh tashlaganda, ha. Naqsh ko'ryapman. Bu tovoqlarga osh solib yursangda bor-ku. Qoraqalpdan olib yurishga osh tiqilib tovoqlarda qo'lni shumalaklab qo'l bilan solaversangda ashta qilib. Namangan, bu yerda Buxoro. Buni tovoqlar ko'ring. Dahshat degani qarang bularni. Hammasini egasi bu yerda emas ekan. Ba'zi bir narxini surishtirdik qo'ldan kelganicha. Narxini surishtirmaganlarimizni surishtirmadik. Mana qiziqqanlar bo'lsa mana kelaveradi bu yer Rishtonda mana. Bo'ston degan joyda ekan. Baraka bozor dedi. Bu yerda o'sha Xidirboni qadamjosi bor. Ramziy qabr bor yo'lning u tarafida. U tarafga o'tmayman. Ashlaqa gaplar mana. Tomon dars ketgan bo'ldi. O'shdan ketgan. Yo'l bu tomoniga o'tamiz tag'in. Sekin. Syomkamiz tamom. Qolalar qayerdan keldilar? Yangi Bo'ydadanmi? Yaxshidir. Mana qolalar mana Yangi Qo'rg'ondan ekan, Bo'ydadan ekan. Mana katta yo'l bu taraf mana Rishtonga. Bu tarafi Bag'dodga ketadi. Bozor. Bu tarafı dars yo'shani o'rnidan boshlanar ekan. Gullar mana. Ya bismillah. Nechi pul mashinalarimiz? Ular hammasi har xil narx, ha? Mana guli bor, nechi pul guli bor? 30 ming. Maydachalari-chi? 7,5 ming. Optimga nechi pul?
Optimiga 7000 ekan mana. Janavar. Sekin olaman endi oylab mana. 1 litr sig'masa kerak o. Kichkina 1 litr oladim bu. 1 litr oladim. Mana bu tarafdan ketsak o'sha ramziy qabriston bor, ramziy mozor bor o yerda. Yo'q, o'sha bormayman, o'tgan safar borganman. Chetdan qaytamiz mana. Taraf tut, mana bu ozgina bor ekan aytdi. Aka musqamog'iz nech pul? 5 bitta bering, men bitta solib bering choyaqli aka. Nimali mevalimi yoki? Nimali musqamog'iz? Jo'na ustida. Hozirlik mevali har xil chiqyapti-yu. Faqat bir xilmi sizda? O'rnashtiring bitta. Ya bismillah. Suvlar ham sizdanmi? Suvlar bor ekan mana musqamoqlar. Shashlik somsalar, choyxonalar bor ekan mana. Nimani ovqatlar bor ekan ichkarida? Shashlik bilan shashlik somsa bor ekan. Shashlik somsa bor ekan. Rahmat aka. Seping, ha, quyib qo'ying. Ana. Unisi nima u? Nima? Vishna. Marmalad. Marmalad. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Muzayligini yo. Qashama gaplar mana. Chetda mana bozor tugadi. Olmaylar. Xullas qadrdonlar. O'zbekiston tumani ga qilgan sayohatimiz, Baraka bozoriga qilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi mana. Yerga ziyorat qilgani kelib aylanib ketsalar, mana bo'laveradi mana. Shuncha narsalar bor mana. Bu tarafdan ham kirish bormi xola? Ha, bu yoqdan ham kirish bor ekan mana. Mana yaqin yo'l bor ekan. Omon bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.